Ushbu ko'rib turgan partalarimiz 29 mingdan. Bu narx yer yuzida yo'q. Kir mashinani ustiga qo'yiladigan stilajlarimiz 110 ming so'mdan. Ushbu do'konga 2 marta katta chegirma beruvdik. Ko'ra olmaydiganlar nomini ham shilib ketibdi. Mumkinga farqi yo'q. Nomi yo'q do'konlarni ham reklamasini buzib yuboradi. 250 mingdan sotilgan vanna naborlarimiz 99 ming so'm. Kuyib qoladi deb kim aytgandi? Ushbu tefalarimiz 120 mingdan sotilgan bo'lsa, endi 75 ming so'm. 6 oy garantiyasi ham bor. Ko'pchilik kutganmida sizlar kutgan o'sha mini kir mashinalarimiz Optim Tavaruzga yana keldi. Kelaverasizlar. 35 mingdan sotilgan organizerlarimiz ich temirligi endi atiga 20 ming so'm. 85 mingdan sotilgan grafinlarimiz 49 ming so'm. Tarozini nech pul deb o'ylaysizlar? 35 mingga sindirib tashadik. Voy, uni buni qo'yinglar. Mana bu shisha banka naborlarining eski narxi 189 ming so'm edi. Endi 99 ming so'm. 165 ming edi, endi 99 ming. 265 ming edi, endi 199 ming. Bahor kelganda ochilar. Ushbu matryoshkalarimiz hamma joyda 100 minggacha sotilgan. Nomsiz do'konimizda atiga 49 ming so'm. Ishaligi o'rtoqlar, sifati zo'r. To'rttasi bitta kovrik naborlarimiz 110 ming so'm. Ha, bunisi 99 ming so'm. Dadasi, mana shu shivabrani hamma joyda 165 mingdan ko'rdim. Bu do'konda 99 ming ekan. Bu do'konda hamma narsa arzon. Mana bu eshiklarini yumshoqligini qarang deb reklama qilarmidi 270 mingdan deb. Bu do'konda 259 mingga tushirib qo'ydik. Nomsiz do'konimiz manzili Parkenskiy ko'chasi bu tomonda Evis turibdi. Parkenskiy Evis. Mana bu Chorraha Oltintepa chorrahasi. O'rtada nomi yo'q do'kon endi. Eski Optim Tovar Uz. Katta chegirma bersangiz, nomini ham shilib ketar ekan.